Demak, 3 o'lchovli olamda biz vaqtni faqat bitta yo'nalishda boshdan kechiramiz. Ya'ni o'tmishdan kelajakka qarab bitta yo'nalishda oqadi. Aynan bu yerda sabab va oqibat qonunlari barcha hodisalarni boshqaradi. Inson esa shu tartibga butunlay bog'langan. Ya'ni siz ko'rdingiz, bir o'lchovli dunyoda faqat oldinga yoki orqaga harakat bor. Ya'ni uning taqdiri u o'lchamda mavjud bo'lgan mavjudotning taqdiri mana shu edi. Endi 3-o'lchamga keladigan bo'lsak, 3-o'lchamda inson mana shu sabab va oqibat qonuni va ma'lum bir tartibga bo'ysunishi kerak. Chunki bu o'lcham qonuni shunaqa. Inson bu qonuniyatga bo'ysunsa ham, bo'ysunmasa ham u shu qonuniyat ichida yashayapti. Ezoterik nuqtai nazardan endi nima sodir bo'ldi? Bu dual olam paydo bo'ldi. Ruh materiya bilan tajriba orttirishni boshlaydi. Endi bu yerda sabab va oqibat, yaxshilik va yomonlik degan tushunchalar paydo bo'ldi. Ya'ni aynan shu o'lchamdan boshlab karma qonuni shu qatlamda to'liq namoyon bo'ladi. Xo'p, bu tajribalarni yashab o'tib 4-o'lchovga ko'tarilganingizda nimalar sodir bo'ladi? Biz yuqorida aytdik, 3-o'lchamda vaqt mavjud,